Dachani qo'limdan kelgancha uborka qildim, lekin sizlarga sezildimi yo'qmi bilmadim-ku, palos gilam yuvganim yo'q. Shunda ham qolib ketmasin deb eshikning tagida turadigan daroshkalar deydimi, o'shalarni yuvishga kirishib ketdim. Charchab ketganimdan va ishim ko'pligidan tayyor olib kelib qo'ymoqchi edim, lekin Oqtoshli bozorchasiga tushsam, bitta katta daroshkani 320, men kichkinasini bo'lsa 180 ming. Bu nami chiqmas. Toshkentda Abu Saha yoki Chinni bozoriga borsangiz, yarim puliga beradi desam, endi erinasiz deb borib kelishga, o'shaning uchun tayyorini sotib olishga chiqqansiz dedi. Bu degani albatta uyingga borib eskisini yugin degandek tegib ketdi menga. O'shaning uchun sirazi oldim deb ko'pirtirib o'zim maza qilib yuvordim. Har holda gilam yuvishni ham sog'ingan ekanman. Bunda albatta menga Zaid Store gilam oqartiruvchi va mebellarni dog'larini ketkazuvchi sredствоsi yordamga keldi. Agar gilamingizda dog' bo'lib ketgan bo'lsa, lekin ko'tarish iloji bo'lmay katta gilam bo'ladigan bo'lsa, shu sredство orqali bemalol askinagina tomizib, keyin cho'tkada yaxshilab ishqilab tashlasanglar, dog'lari ketar ekan. Bemalol oq mebellar uchun ham foydalansanglar bo'ladi. Yumshoq mebellarni dog'larini zo'r ketkazib beradi. Albatta bolajoni bor onalar buni juda ham yaxshi bilishadi. Dacha uborkalari o'sha jonga tekkan bo'lsa, mana sekin blok qivorishiga ruxsat beraman. Sababi menda 2 oy hali dacha uborkalari davom etadi. Sababi klient qo'ygandan keyin ularni chiqarib, yana qayta tez uborka qilib klientlarga qo'yib turaman. Yana bitta ma'lumot, juda ham ko'pchilik ustimdan kulgan edi. Siz o'sha klient qo'yguningizgacha sezonlar ham o'tib ketadi. Umuman odam ham kelmaydi. Bu dala dachangizga u yoq bu yoq degan gaplar bo'lgan edi. Lekin Allohga shukr, hammani oldida, ya'ni o'zimni xo'jayinim mollarda ham yuzim yorug' bo'ldi. 10-avgustgacha har kuni klient qo'yib bo'ldim. Meni podдержка qilganlarga, qo'llab-quvvatlaganlarga, har bitta videolarim kutib o'tirganlarga va like bosganlarga, yaxshi yomon komment yozganlarga, hammaga kattakon rahmat deyman. Sizlar menga eng katta motivatsiya berdinglar.